Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Umar. Aziz qarindoshlar, chet ellardagi har qaysi tashkilotlarimizning, fidokor siyosatchilarimizning va jasur xalqimizning 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon dunyo miqyosida 2022 yillik Xitoy qishliq olimpikini boykot qilish maqsadida tinimsiz ilm berayotgan norozilik harakatlari natijasida bugun Xitoy qishliq olimpikini boykot qilish harakati xalqaro zo'r bir harakatga aylandi. Xalqaro sahnalarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan Xitoy qishliq olimpikini birga talaffuz qilinadigan ahvol shakllandi. Mana bu natijalar chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning va fidokor xalqimizning issiq sovuqda herchiz charchashga qaramay 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon uzluksiz ilib berayotgan norozilik harakatlarining bevosita mahsulidan iborat. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultayida izchil bu qarshilik harakatlariga mas'ul bo'lib kelayotgan va bu xizmatda alohida to'kis bo'lgan 2 yosh bilan bu suhbatni o'rinlashtirdik. Aziz ko'ruvchilarimiz, suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va hamkorlashishni unutib qolmasligingizni umid qilamiz. Bugungi aziz mehmonlarimiz Zumratay Erkin, Dunyo Uyg'ur qurultayi programma yetakchisi, Ayollar komiteti mudiri, Berlindagi Uyg'ur Demokratiya va Kishilik huquq markazi raisi, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayi ingliz tili bayonotchisi. Yana bir qarindoshimiz G'ayir Qurbon, Dunyo Uyg'ur qurultayi Berlin ishxonasi mudiri, shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultayi Uyg'ur tili bayonotchisi. Suhbatimizga xush keldinglar aziz qarindoshlar, yoshlar. Bu ikki mehmonimizni g'arb dunyosida Uyg'ur davosiga aralashgan chet elliklardan balki tonimaydiganlar bo'lmasi kerak. Lekin muajiratga Uyg'urlarimizdan tonimaydiganlar bo'lishi mumkin. Qani marhamat Zumratay, siz qachon nima sabab bilan qurultayda xizmat qilishni boshladingiz va buningga nima sabab bo'ldi? O'zingizni tafsiliy bir tanishtirib o'tamsiz? Ko'p rahmat Baxtiyorga, bu programga bizni taklif uchun ko'ngilsiz rahmat etamiz. Mening ismim Zumratay Erkin, men shu deb o'tgandek dunyo program yetakchisi. Men bu yerga Myunxda ishxonasida ishlayman. Bu yerda ishlashga 2 yil bo'lib qoldi. Men tunji qitim shu dunyo qurultiyi bilan ko'rishgan vaqtim 2014. Shu dunyo qurultiyi yoshlar yetaklash program kurslari bilan Jenevada shu 2014 yili 11 oyda birinchi shu yoshlar kursi faoliyatga qatnashgan edim. U chog'da shu BDTda qanday lobbichilik qilish ham shu xalqaro qonun sistemini yaxshiroq tushunish bo'lib, BDTning sistemini yaxshiroq tushunishga shu bir kursni tayyorlagan. U chog'da kelib shu qurultayning rahbarlari bilan ko'rishib, birinchi aşağıda görüşüp tanışkan. Ondan keyin qurultayning qilayotgan xizmatlarini pat-pat ko'rib turadim. Men shu social medialarda toza ko'rib ergishib turadim. Uçaqlardan shunday chiqishlarni, aktiv ishlarni qilardi. Ondan keyin 2015 yilda yana bir qatim yoshlar program, yoshlar yetaklash kursiga qatnashgan edim. O çağda Washington DC Amerikadaki vaziyette qandaq lobby faaliyetlerini girip beriş fırsatlar bada şu çağda kursuna qatnashgan. O çağda texnoloji dünyanın qurultayının şu qilayotgan işleri hem rahbarlari bilan texnik yaxshi bir tunishga bir fursat bo'lgandi. Bu çağda men toza o'qiyotgan vaqtlarimda xalqaro munosabat o'qiyotgan, angliy o'qib qonun o'qigan. Shunga men bana burun bu qiziqish batdi. Mush Uyg'urlarga qanday qilsam mush Uyg'urlarning ishini yaxshi elib ketaman deb degan men o'zimning o'ylab shaxsiy men batdi. Shunga dunyo Uyg'ur qurultiyi qilayotgan ishlar toza mening qilg'imba ishlar bo'lgandiki, keyin mush 2019 bular yangi bir xizmat izlayotgan chog'da men kandidatlikni sungandim. Shu chog'dan keyin o'qishim tutgandan keyin o'sha yerga men 9-oyda 2019 ko'chib kelib o'sha yerda to'xtamay ishladik.
Köpten köp rahmat. Assalomu alaykum G'ayra apandi. Sizmi o'zingizni bir tanishtirib o'tsangiz, siz qachon qanday qilib qurultayda xizmat boshladingiz va buningga nima sabab bo'ldi? Anlasam Dunyo Uyg'ur qurultayga vakolatan BDTning eshigini ochgan tunji Uyg'ur siz ekansiz. Bu to'g'riliqmi so'zlab bersangiz, marhamat. Assalamu alaikum. Dünyanın arkadaşı yadırdaki aziz şeref turistler kıyımdaşlar. Ben Gayur Kurban, Dünya Uyg'ur qurultayiniki Beyliniş Xanası'nın müdürü ve şundaqla 7. nöbetlik Dünya Uyg'ur qurultayiniki Uyg'ur tilini bayanat olaman. Bu kıtım ekran yüzü arkalı sizlerle bir kıtım görüşüp fikir almashtırış fırsatı alıp köp rahmet. Baxtiyor efendim köp rahmet program teklif kaldığınız için. Ben 2007 yıldan başlap hesablasak azken 14 yıldan bu yan Dünya Uyg'ur qurultayiniki bayrak astida Sharq Turkiston milliy mustaqillik davosiga xizmat tavakkuli uzun yillar bo'ldi. Shu yillar jarayonida shu davoyimizga oldingi sifida xizmat qilayotgan, izchil xizmat qilayotgan yoshlarniki birisi bo'lib hisoblanman. Bu jarayonda albatta Dunyo Uyg'ur qurultayiniki shu milliy davoyimizga xizmat qilish masalasida Dunyo Uyg'ur qurultayiniki ayni zamondagi rahbarlariniki rag'batlantirishi va qo'llashi cho'ng turkilik rol asliga. Shuningdek bir men Dunyo Uyg'ur qurultayiniki xizmatlarga qatnashgandan buyon qurultayniki cho'ng kichik mana qandaq xizmat taqsim berilgan bo'lsa shu xizmatlarniki muddasidan bijandil chiqishga tirishib keldim va har xil sohalarda kasb har xil funksiyalarda xizmat qildim. Ilgari Dunyo Uyg'ur qurultayiniki qurilish tashkilotidan birisi bo'lgan Yevropa Sharq Turkiston birlik tashkilotiniki bosh kotiblik vazifasini Dunyo Uyg'ur qurultayi bosh kotibininki yordamchilik vazifasini va keyingi vaqtlarda bu da 3 navbat Dunyo Uyg'ur qurultayi yoshlar komitetininki vazifasini olib keldim. Albatta Dunyo Uyg'ur qurultayiniki Uyg'ur davosiniki BDT'da boshlangalı uzun bo'lgan bo'lsa-mu, lekin shu 2008 yili BDT'ninki qurilmasida o'zgarish bo'lib, bu qurilmada Uyg'urlarni o'z ichiga olgan davlat yo'q, vakolatsiz qilib qolgan xalqlarniki ovozini shundoq bir xalqaro sahnalarda anglitish fursatini yaratib berish uchun bir nima islohot ilib borgan va o'sha islohotning natijalari shu 2008 yildan boshlab 2006dan boshlagan bu islohot BDT'ninki inson haqlari komissiyoniki turkisida 2008 yilda amalga oshishga boshlagan ijro qo'shgan shu yillarda Xitoydagi inson haqlari masalalari ko'zdan ko'rilib chiqilgan bir vaqtga to'g'ri kelgan. Shu vaqtda men shu Gollandiyaniki Den Haag shahrida 3 oyga yaqin Vakolatsiz millatlar tashkilotida tadqiqotchi va o'rganuvchi sifatida ishlagandan keyin bu yerdagi tajribalarni yakunlab Dunyo Uyg'ur shu 2009 yildagi Birleşken Devletler Teşkilatı insan haklarını umumyüzlük gözden geçiriş yığınında Uygur meselesi doğrusunda tunca kadar igzaki nutuk takdim kılan ve şundaklar Uygur meselesi hakkında, Şarkı Türkistan meselesi hakkında bir yerde report yani dokülat takdim bulduk. Ve şunun bu hem de şu Uygur meselesindeki BDT'ye okşaş tesir küçüğü olan xalqarалық sahnelerde texmi canlı anlaşığa türkü oldu. Onundan keyingi vaqtlarda qurultayniki har xil funksiyada xizmatimizni davomlashtirdik ve shu 2020 yili Dunyo Uyg'ur qurultayiniki Berlin ishxonasi ochilgandan keyin men Dunyo Uyg'ur qurultayiniki Berlin ishxonasi mudirligiga tayinlab shundan beri bu xizmatni ishlab kelyapman. Ko'pdan ko'p rahmat Amonlarga. Suhbatimizni endi rasmiy boshlaylik. Zumratay. Qishliq olimpikni boykot qilish qachon, nerede boshlangan, qaysi tashkilotlar tarafidan boshlatilgandi?
Hozir Xitoy qishliq olimpikani boykot qilish ittifoqiga qatnashgan xalqaro tashkilotlarning soni ko'payib 200 ni oshib ketibdi. Ham bu boykot qilish harakati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini xalqaroda texmi yuqori pallaga ko'tarishga sabab bo'ldi. Siz bu ittifoqqa xizmat qiluvchilardan biri bo'lish sifatingiz bilan bu to'g'riliq qilgan xizmatinglarni bir tunishtirib o'tamsiz. Bo'ldi, ko'p rahmat. Albatta siz degandek hozirgi olimpikga qarshi chiqqan harakatlar, kompaniyalar texnik jiqib menyotidi. Olimpik musobaqamiz bir oydan oz qoldi. Ikkinchi ayning 4'ü başlamoqchi. Bu birinchi boshlangan harakat eng tunilgan bir harakat kompaniya 2019 Dünya Olimpiyadining Münih markazidan chiqqan. Onu bizning burungi xizmatchimiz Peter Irwin hozir Uyghur Human Rights Project ishlaydi. U aşağıda No Rights No Games degan bir kompaniyani qurib chiqqan. Shu bizning ishxonaki boshqa bo'lib ishlagan bolalar bilan ham maslahatlashib, ham bu Uyg'ur muajiratdagi boshqa yosh Uyg'ur aktivistlar bilan tang ishlab chiqqan kompaniya. Birinchi nimasi imza toplash kampanya bilan başlagan No Rights No Games degan petition change.org degan nimadan foydalanib olimpik musobaqasiga qarshi imza toplab başlagan. Bundan keyin bütün axborotlarga u chog'larda boshqa guruhlar başlamagan bu kampaniya. Shunga muxbirlarga bir yangi bir nima chiqqandan keyin ularning qo'zg'adi. Bundan keyin muxbirlarga ziyoratlarni qilgandan keyin bu kampaniya rasmiy boshlanib, shunda yaxshi minib ketdi. Ondan keyin Amerikadagi, Kanadadagi bütün aktivistlarni bu kampaniyaga birga ishlab qildi. Ondan keyin bu imza to'plash kampaniyasini necha tillarda tarjima qilib qilgan. Masalan, shaxsiy men bu imza to'plash kampaniyasi fransuzcha tarjima qilib bergan. Mushtaq qilgandan keyin boshqa guruhlarni bu olimpik musobaqasiga qarshi chiqishga qiziqib boshqa kompaniyalarni qurib boshlab chiqdi. Andan keyin bizning 200 hozir degandek 200 dak guruhning biri ham coalition deymiz. U 2019 ayda 2020 ayda rasmiy bir boshlangandi. O çağda Tibet gruplar bilan ko'pincha Tibet grup, Hong Kong grup, Tayvan, Hindistan chiqib Uyg'ur gruplarni biz birga kelishib shu kompaniyani boshlaydi deb nima qilgan. Buni ichida Uyg'ur gruplardanmi, Uyg'ur tashkilotlardanmi 70 ta tashkilot bor. Ama bu 70 ta tashkilotning hammasi bu coalition ichida aktiv emas. Ama bir iç xatlar bo'lsa yoki imza to'plashmishlarning bo'lsa, ular aktivlikdan qo'llab kelgan tashkilotlar bo'ldi. Biz birinchi qilgan ishimiz o'chaqda 2020 masalan ben Dünya Uyg'ur Qurultayı'nın namida u coalition ishlarni ilib bordim. Hem Uyg'ur tashkilotlarning namida bu ilib borgan ishlar u mas'uliyat menga üstem o'zimga olgan. O'chaqda birinchi qilgan ishimiz olimpik xalqaro olimpik komitetiga 9 ayda bir iç xat yazıp ularga avatilgan. Bu birinchi xatda 150 ta tashkilot u xatga imzo qo'ygan. U xatning hamda nimasi mazmuni azroq o'tib chiqsam, olimpik hozirgi jiddiy vaziyatda qirg'inchilik, masalan bizning Sharq Turkiston vatanimizda qirg'inchilik bo'lyapti. Tibetda bu shundoq xili ig'ir kişi hukuk vaziyeti xili ig'ir. Anadaki Hong Kong, Mongolia, eski Mongolia niyelerdi bu başka kişi hukuk vaziyeti ig'irliğini tunuşturup birinci maksat tunuşturup çıkış hem muşuna ig'ir vaziyette olimpik musobaqasının Xitoyda bo'lişi bir deymiz hamda bo'lmaslik kerak deb bir mesaj yozgan. Andan keyin uchinchi talabimiz biz shu to'g'riliq sizlar bilan bir o'tirib bir yig'in ichib shu narsalarni sizlar bilan o'tirib qo'ymoqchi deb biz yig'in iltimosini qilgandik. Andan keyin shu bir oy qolmay ular bizga javob berdi. Chunki 150 ta tashkilot
Uyghur, Hong Kong hammasi birlashib nima qilgandiki, xeyli ularga bir besim bo'ldi. Chunki biz uni butun bu axborotlar hammalar tanqid qilgandan keyin ular bir sırt bir besim bo'lg'achqa, ular ishtiqlarimizga javob berib, buldu biz sizlar bilan o'tirib bir yig'in ochaylik dedi. U chaqda biz rasmiy e'lon qilgandik, chunki biz bizdan ko'rishdi deb o'ylamagan. O chaqda mesela 2015 Mart'ta bir xat avatilgan. 2008 yildagi bilimiz Xitoyda bu yazlık olimpik musobaqasi elib berilgan. Andan keyin 2015 shu Xitoyda yana qishliq olimpik musobaqasini elib boradi degan vaqtda Xitoyga aşağıda bergandi bilimizni. Bergandan keyin shu dunyo qurultiyi bilan tashkilotlar bu chaqda xat yozib kelmişler ko'rishaydi. Bu chaqda ko'rishmagan. Bu Olimpik komiteyi bizden görüşkini şu 18 yılda yılın içinde bu teşkilatlardan bir mıqdam görüş bakmagan. Şunu bizden birinci muvaffaqiyatli qilgan işimiz şular bilan oturup nima emas Olimpik komitedagi normal odamlar emas, shularning shu Olimpik komitening eng yuqori adamları mesela reisleri bilan oturup biz 5 adam bilan so'zlashgan. Şu çağda o birinci yığında ben baktım. Ben Uygurlarning namida o yığında o'tirgan, keyin Tibetliklar, Hong Kongliklar battı o yığında. Bütün bir saatlik yığın deb kirgan, 1,5 saat yığın o'tkazdik. Ular bilan hamma narsani o'rtoqlashib o'tdik. Bu yığınımız biz o'ylagandek bo'lmadi, chunki biz barcha talablar bilan kelgandik. Realistik, konkret talablar bilan qisqab, ular bizga hech qanday javobni biz o'ylagandek berdi. Çünkü onun için biz axborotlarga bular hamma chiqib biz dedik, bo'ldi degandan keyin o medialarning bak qiziqib ketgandan keyin biz kunda 2-3 tun başlaq ziyoratlarni qabul qilib yurgandan keyin bu olimpik komitega texminiqi besim bo'ldi. Anadagi shundan keyin biz ashtalar bu kompaniyani texmo cho'ngaytib, texmo yaxshi bir sistematik bir xil shaklda elib berishga qaror keldik. Andan keyin shu biz bilan ishlab oshkorlashning ichidagi tashkilotlarning ko'payib, boshqa guruhlardan kirib, andan keyin shu masalan Uyghur emas ya Tibet emas boshqa guruhlarga qiziqib ketdi. Shunga biz 2020 başlagandan keyin hozirgacha biz 13'tek xat yozdik. Qilib andan keyin bakchiq masalan mushtaq suhbat programlarni o'rnashtirdik. Andan keyin shu Global Day of Action deymiz. Birinchi qilgan Global Day of Action bizning 10-oyning birinchi kuni qilgan aldığımız yili shunday cho'ng bir faaliyetler bo'ldi. U kuni shu har bir davlatda, har bir shaharlarda 25 davlatda bo'ldi. 65 tek shaharda osh kuni, o'xshash kuni Tibet Uyghur guruh Hong Kong ham biz birlashib namoyishlarni elib bordik. Shu olimpik qarshi. Andan keyin bu texmo keyin yana jiq faaliyetlarni elib bordik. Masalan, shu medialarning teklif qilib muxbirlarga bir yig'inlarni o'rlashtirdik. Andan keyin 3 ayda shu 2021 yil 3 ayda Olimpik komitening o'zining bir haftalik bir programmasi elib borgan edi u chaqda. U chaqda biz ashning o'xshash vaqtda qarata biz bu bir alternativ shaklda ularga ilib borgan program shu Olimpik Beijing Olimpik olib bo'lsa, biz bu ashning qarshi bir faaliyetlarni alternativ shaklda o'rnashtirdik. Bu chaqda biz mustaq suhbat program, kunda bir suhbat program ochdik. Necha o'xshamagan guruhlar bilan andan keyin axborot yig'ini privat shaklda muxbirlarni taklif qilib, shu BBC bilan butun dunyoda eng davlat agencylardan BBC, Reuters, Washington Post, CBC deb başlanan hamısını qilib yig'ilgan. Undan keyin bu texno ularning diqqatini qo'zg'agandan keyin bu kompaniyamiz texno kuchli ketdi. Andan keyin masalan yazdımı biz 6-oyning 23-24 yana bir aşırı Global Day of Action mesela bütün dünyadaki her bir şehirlerde
o'xshamagan faoliyatlarni ilib bordik. Masalan, biz qurultayda shu Myunxdan berib, andan Tibet, Shveysariya Tibet tashkilotlar bilan birlashib, Lozanda, çünkü bizler bu Olimpik Komitenin işhanesi Lozanda, Şveysariyanın Lozan şehirde. Şunu biz aşağıda bir namayişdek bir faaliyet ötküzdük. Hem o'xshamagan shunday qiziqarli bir şekilde faaliyetlarni ilib bordik. Masalan, bizning political theater deymiz, teatrdek, siyasi teatrdek bir narsani ilib bordik. Shu vatandagi lagerdagi larni qandaq masalan zulm uchradi, hem Tibet qandaq bo'lyapti, hem Xi Jinping bilan Thomas Bach shu Olimpik komitening boshlig'i Thomas Bachlar degan shunaqa pullar bilan başlamak için, köşk ifadalash uchun anadagi shu Shveysariyaning eng aktiv parlament a'zolarini kelib bizga qildi. Anadagi bu faoliyatning oxirida biz Qalmirsiz xonim bilan Golubjime deb shu Tibetlikning burunqi turmada yotgan bir donliq bir aktivist odami bilan bularning nomini bir xatni Olimpik komitening o'ziga ishxonasiga olib o'zlariga topshirdi. Bunun nimasi shunda kuchli bo'ldi, chunki ham axborotlarning nimasini diqqatini qo'zg'adi, ham boshqalarning diqqatini qo'zg'ashqa bu ashta qilib biz o'xshamagan shakllarda ilib bordik bu kompaniyalarni. Hozirgacha shu bir oyning ichida bir oydan oz qoldi, yana bir muncha faoliyatlarimiz yana bor. Ko'pdan ko'p rahmat. Siz so'zlashayotganda siz xuddi kinoda lentisdek o'tishga boshildi. Chunki ham faoliyatlarda biz yaqindan diqqat qilib turgandan jonliq tushuntirib beramiz. Endi ikkinchi savolga kelaylik. Alsak G'ayr apandi, ikki qatim Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomida Xitoy qishliq olimpikani boykot qilish, imzo to'plash harakati qo'zg'ab, yaxshi natijalarni yoritibsiz. İmza qo'yganlar 100 ming, 150 mingdan oshib ketibdi. Bu imzo to'plash harakati qanday qilib bundan muvaffaqiyatli bo'ldi? Bu to'g'riliq bir tajribangizni aytib bergan bo'lsangiz. Albatta ko'p rahmat. Bu imzo to'plash faoliyati degandagidek demokratik davlatlarda shu xalqlarniki o'ziniki demokratik haqlarini ishlatib dunyodagi mesellerde, ötüdeki xalqaro mamlakat ichi meselelerde şu xalqniki mesela qaraqqan bir inkasını, fikirlerini yetkazadigan siyosatchilarga mühim bir vasıtalarniki birisi bo'lib hisoblanadi. Bu shuning uchun bu imzo to'plash faoliyatini biz Dunyo qurultayiniki shu Xitoy qishliq olimpik faoliyatini boykot qilish xizmati qatorida bayan Zumrat Ayxonim nihoyatda tafsili so'zlab o'tgan shu faoliyatlarning ichida muhim bir faoliyat deb bordik. Bu faoliyatni shu imzo to'plash men shu oldimizgi bir yildan sal ko'proq vaqtning ichida u da ikki qitimliq nihoyatda jumladan Germaniyaniki realligini chiqish qilib turib degan vaqtimizda qutuqliq imzo to'plash faoliyatini ilib borgan bo'ldik. Bunun içindeki birisi o olimpik faaliyetleri bilen gerçi bir vasıta alakası olmuşsunun. Lakin şu cümleden Avrupa'nınki iqtisadi ve siyasi motor hesablanan Germaniya devletindeki Xitayning aziz vatanimiz Şarkı Türkistan'da Uygur ve başka Türk xalqlariga elib borayotgan zulmlarini irqiy qirg'inchilik sifatida e'tirof qilishdan iborat bu chaqiriqni o'tirib qo'ygan bir imzo to'plash faoliyatida ikkinchi o'si bo'lsa shu olimpikka yiqilishib qolgan muddatda jamoatchilikni jumladan Germaniyadagi jamoatchilikni yangidan saylangan Germaniya federal hukumatiniki tashqi ishlar ministrini Xitoyniki qishlik olimpikini rasmiy holda diplomatik boykot qilish chaqirgan bir imzo to'plash faoliyati. Bu iki faaliyetdeki hakikaten çok önemli görevli. Siz de abayda beklendikler bunun içindeki birinci imza toplaş faaliyetimiz var. Bunu hazır hatalaşmışsam 120 mingga yetti. Bununki imza koyganlar. Olimpikka alakadar imza toplaş faaliyetimizge kıskığına 3 haftanın içinde 75 mingga yakın kişi imza koygan oldu.
bu hakikaten nayeti çok tutuk olup hesabında cümleden Germaniyanın reallıkının çıkışı gelip yapamadılar. Bu hem çok ehemmiyeti bununki. Bu şu olimpik meselesi de Uygurlarınki Germaniya devletiga koygan talaplardagi haqliq taraflarni ko'rsatadigan va uningki Germaniyada cho'ng qo'llashga erishgan xalq diqqat e'tiborini bergan muhim nuqtalardan birisi ekanligini gavlattirib bor. Ya'ni bir uchum Uyg'ur tashkilotlari o'zidan deb olgan gap bo'lmasdan balkim Xitoyniki Azizbatimiz Sharq Turkistonda o'zayotgan zulm siyosatlariniki naqadar ichinishliq bo'lganligini va buni Uyg'ur sotiga o'xshash cho'ng muhim xalqaro hodisalar orqali nima inkor qilg'isiz darajada e'tirof qilingan bir qirg'inchilik bo'lganligini Germaniya davlatiga anglatish fursatiga ega bo'lgan bo'ldik. Bu imzo to'plash faoliyatiga Germaniyada qo'zg'agan ta'siri cho'ng bo'lganligi uchun bu yerda masalan Germaniyaniki navbatdagi hokimiyat kuchida bo'lgan Yeşiller Partisi'ninki partiya boshlig'i shaxsan o'zi unga javob berib Germaniya Yeşiller Partisi'ninki bu masalaga tutgan pozitsiyasini va Uyg'ur masalasini bu Uyg'ur masalasiga qanday qaraydiganligini va nimalarni qilmoqchi bo'lganligini uni bayon qilgan bo'ldi. Germaniyaniki yana hozirgi hukumat kuchida bo'lgan Erkin Demokratlar Partisi'ninki alohida sahib vekilimi bu haqda o'zininki meydanını partisininki bu meslek tutgan meydanını pozitif meydanını xalq bilan xalqqa bildirishga turtki bo'ldi. Masalan, uning ta'siri cho'ng bo'lganligidan boshqa partiyaninki boshliqlari bunga o'zininki pozitsiyasini bildirishga majbur bo'lgan ahvol shakllandi. Biz bularni qanday ifoda qilgan vaqtida men bir qancha nuqtalarga yig'inchoqlab baktım. O'nsiga birinchisi shu biz Germaniyada shu o'zimizniki xabar media tashviqotlarimizda Uyg'ur masalasini olimpik bog'lab turib tashviq qilishga ahamiyat berdik. Ya'ni shu Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilayotgan mushta bir paytda Xitoyniki olimpik musobaqasini, ya'ni olimpikdan iborat do'stlik, hamkorlik, qarindoshlik, barobarlikdan iborat bunday prinsiplarni ko'tarilgan shunday bir muhim faoliyatniki Xitoyda bo'lishning naqadar xato ish bo'lganligini deb o'tdik va shu vaqt har qitim Uyg'urlar masalasida ular xabar berilgan vaqtda olimpikmi o'tirib qo'yilgan va yoki olimpik masalasi o'tirib qo'yilgan vaqtda Uyg'ur masalasimi tang medialarda kishilarning diqqatiga jalb bo'lgan avval shakllandi. Bundan boshqa yana biz jamoatchilik bilgandagidek biz imzo to'plash faoliyatimizni dunyodagi dangliq imzo to'plash suqlaridan birisi bo'lgan Change.org deb qoldik. Biz shu suqlarning shu Change.orgga o'xshash suqninki Germaniyadagi aloqador nimalar bilan boshqaruvchilar bilan aloqada bo'lib biz bu masalaning muhimligini va jiddiyatini anlatib o suqninki ta'minlab berish ehtimoli bo'lgan qulayliklar bilan ta'minlashni qo'lga kiritishga unga tirishdik. Bunun bir tarafı var. Ondan başka yine şu insan hakları teşkilatları, hukukçular uyuşumlarını şu imza toplaş faaliyetiga seferber kıldık. Yani özümüzdeki dertlerini anlatıştan bildik yani onlara konkret mesela şu imza toplaş faaliyetiga avaz koş arkalı bu meseleki olan ciddiyetini, ehemmiyetini emeli faaliyetlerden ispatlaşını talep kılan bulduk. Bunun başka yine şu Germaniyada köp şu Germaniya ve German tilindeki devletlerde bardıgan seminarlar, namayişlerimiz, webinarlar, körgezme katarlık şu Uygur kırgınçılığını anlatış ve faaliyetlerimizde biz şu her kıtıp şu imza toplaş faaliyetimizni emeli hareketlerle kullanışka çağırdık. Ve ahırda şu içtima taraflarda Germaniya halkını bu faaliyetga imzo atışga mundaq özümüzden yüzünü kösüp durup yani bir naiti qarmaq haylıqlarla bir tekstini taşlap qo'yib ma'lum imzo etim demasdan balki yana mesela men o'zim
chiqib bir qanchadan shu Uyg'ur masalasini o'zimninki oilam va shaxsiy turmushimda yo'liqqan Xitoy zulmini anglatish orqali Germaniya xalqiniki istoshligini qo'l ko'tarishtirishdik. Masalan, shu o'rniga meniki bir videom xatolashmagan bo'lsam 120 ming qatimga yaqin chekilgan bo'ldi, masalan, ko'rilgan bo'ldi. Va ashmadaga shunga o'xshash bir qator xizmatlarimizniki natijasida va Germaniya xalqininki qo'llash natijasida nihoyatda cho'ng imzo to'plash soniga ega bo'lgan bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Haqiqatan bundoq bir cho'ng imzo to'plash faoliyatini boshlab undaq keng doirada imzo to'plamoq nihoyatda tez bo'lib 100 ming 150 mingga chiqarish sizning xizmatlaringizga texnik utuq tilaymiz. Endi yana Zumratay qaytib kelaylik. Siz Zumratay Gretsiyadagi nihoyatda g'ulg'ul qo'zg'agan Xitoy qishliq olimpik mash'alini yiqish murosimiga qarshilik qilish harakatiga xatar qarmay berib qatnashdingiz. Buni hammamiz ko'rdik. Naq maydonda qarshilik qilganlar yerlik saqchilar tarafidan qo'lga ilinganmi bo'ldi? Ham bu taratqulat kuchli tarqitildi. Hozirgacha shu ko'rinishlar hammamizning esida. Shu kun qarshilikqa kimlar qatnashdi? Naq maydonda nima ishlar bo'ldi? Siz nima sababdan bu tavakkülchilikka qatnashdingiz? Buni bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Siz degandek bu endi xeyli bir xatarlikdak bir faoliyat bo'lib qoldi, chunki biz necha o'xshamagan guruhlar berib bu yerga 2-3 odamdan chiqib bunda o'xshamagan yerlardan kelib, lekin o'xshamagan yerlarda faoliyatlarni ilib bordik. Bu Gretsiyaga berishimizning sababi siz amayda o'tdingiz, sizcha u o'sha haftasi biz borgan vaqtimiz shu Xitoy qish olimpik mash'alini yiqish murosimiga qaratib biz boshdan ulgurib borgandik. Bu murosimga endi Xitoydan Beijing Olimpik komitetining nimalari odamlari Beijingdan Xitoydan kelgan. Bu asli nimada shu pandemik burun boshqa pandemik sababidan keyin nima bo'lib qoldi. Ama biz aslında qarta neçə adamlar məsələn Amerikadan, Kanadadan, Amerikadan, Avropanın oxşamayan yerlərdən bağdıq Gretsiyaga. Zaten mən o birinci qətim əmdə Gretsiyaga berişimdi. Şuna texmi bir xil yana bir işlər yüz berdi üyəyə verib. Məsələn bizlər mən Kanadalıq əmdə Kanada pasportu Germaniyada yaşayadım. Gretsiyaga barsam mən özəmni əmdə ilqman təhdid qalmayman, besimlik yox deb özəm bexatarligimdən ənsirməyəm. Bizning hamimizning bağlan aktivistlarning hamimizning qo'limizda shu kuchli davlatlarning pasportlari qo'limizda bor. Ama biz bu yerga bordik, 3 kundan turdik. 3 kun jarayonida shu Amerikalik, Kanadalik, Shveysariyalik boshqa Tibet aktivistlar, Hong Kong aktivistlar tutildi. Bunun sebebi hem de neticesi mesela birinci günü, yaşam günü şu Tibet'ten Hong Kong'lu 2 yaş kızlar çıkıp Akropolis'in nimisiga çıkıp Rishadlarını kılıp çıkıp bayrağını Tibet bayrağıyla Hong Kong bayrağını askandılar. Bula kılan nimisi belki 5 sekund mu uyarı tutmadı. Aşağıda kıgandan keyin bu saqchi kelib bularni tutib ekendi. Ama o günü belki bazılarla köyendu. Aşı 5 sekundluk kılan işi bütün dünyanı qo'zg'atdi. Ben o günü taze aeroplan uçuvatgan vaqtim. Ben Gretsiyaga Atensga bordim. Borgandan keyin Twitter'ni ko'rdimda. Twitter'ni açsam bütün hamma odam shularning aloqai saqchini tutganini bütün hamma xabarlar chiqdi. Axborotlar eng chong axborotlar sosyal medyada mühendisliği, Amerika'nın bütün Uygurlarning ko'ngil bildigan faoliyatchilar hem parlament a'zolari yerlardan hammasi shuni Twitterda chiqargan. Ondan keyin biz ertesi bizning o'xshamagan guruhlarimiz bor. Chunki hammamiz bir yerga berib o'xshashni qilsak, hammamiz tushunib qolamiz degan strategiya bilan biz o'ylashib qilganda bu ishlarni. Chunki u yerga berib hammamiz tushunib qolsak, biz o'zimiz qilgan ishni qilolmaymiz. Shunga masalan biz
Seyşembe günüsü bizning axborot yig'inimiz bor. Press conference açmoqchi mush to'g'riliq, ammo biz necha o'xshamagan guruh bo'lib olgan. Bir guruh Olimpiya degan bir shaharga bordi. U Olimpiya mush Atensdan 5 soatlik yo'l mashinada. Shunga bir guruh mashin kiralab, ash Olimpiyaga bordi. Olimpiyaga borishning sababi shu murasimni ash Olimpiya degan shaharda o'tkazdi. Chunki burun olimpik musobaqasi Gretsiyada nim bo'lgan, tug'ilgan edi. Ash Olimpiyada bo'lgan. Ash murasimni burun tatib, ash birinchi olimpik musobaqasini tatib, hozircha ashada qildi. Shunga u yerga borgan. U yerga berib, shu nimaning ichida murasim ichida bo'lgan butun Beijingdagi odamlar hammasi konsullik, shu Gretsiyadagi Xitoy konsulxonasi hammasi ashada batdi. Bu çağda bu bizim gruptaki adamlar ya iki grup battı. Bir grupsi kişide saklaydılar burası çünkü mühim ya çünkü bütün muhbirler aşağıda burası dinledi. Küz tutturdu. Anadaki ula muhbirler çıkan dekin ula muhbirlerini küçük tuğanlar battı. Anadaki yine bir grup işçi girip burası boğatkan ya işçi dereklerinin çıkıp bir yerlerden amal tepip kırıp murasimni buzishga kuchi yetdi. Ammo nima emas, deymiz violent shaklda emas, violent sabotaj emas. Bu shaklda emas, shunday tinch bir shaklda bayroqni tutib kirib, vaqirash amal bilan murasimning diqqatini murasim qatnashgan odamlarning diqqatini ayaga qilish ham bulup mashhur sporlarning diqqatini qo'zg'ash. Shunga ular kirib, masalan, shu nimalar suratlar bekchiq taqilib ketdi keyin shu Chemilamu deb Tibetlik Kanadadagi bir aktivist bor damliq. U qiz kirib shu qandalachi shu murasim bo'layotgan chog'da qandalachi shu Sharq Turkistonda qirg'inchilik bo'lsa, olimpik musobaqasi Xitoyda o'tkazildi deb ashtab vaqirig'ini shu rasmiy murasimning videosiga kiriklik, shu ovozni olg'ili bo'ldi. Demak, shunda bir burun qilinib baxmagan bir shaklda qildik-da bu ishlarni. Anadaki ularning qilgan ishi 10 sekunddan mı ishib ketmaydi. Ular ashuni qilg'ichlar, saqchilar yugurib kelib, shu videoda mizal ko'rilib bo'ldi. Shu saqchilarning yugurib kelayotganini ularni anadaki 3 adam ashadlan tutulib anadaki saqchi idorasiga aketdilarni. Anadaki kishidikilar saqlab muxbirlarni saqlayotgan odamlar kishida saqlab tursa, ular ish qilmadi. Shu Xitoy konsulxonaning odamlari kelib, shu Gretsiyaning saqchilariga talabni qo'ydi. Sizlar ma'larni hozir tutishinglar kerak deb qo'ygandan keyin bu Gretsiyaning saqchilari bular ishni qilmasa bu yerda ishni qilmay turdi. Tutush nimamiz yo'q bizning. Tutsak bo'lmaydi desimi ashlag'i besim qilib, chunki bular ko'rib turibdi, anglab turibdi deyotgan gaplarni. Anadaki ashlarning besimidan bularni tutib ketgan gap. Tutib saqchi idorasiga olib bordi. Chunki biz ularni bilamiz, chunki naq maydon bizni bilib chunki bizning guruhlarimiz bor. Masalan, WhatsApp signal guruhlarida ishlarkan, o'chog'da hamma bu vatgan ishni bular bizga avatib turadi. Bir-birimizni ashtaqib dadligimizni bilib turadi. Qilganki bular saqchi idorasiga elab akib bordi. Deb bizga naq maydonni bu vatgan ishlarni bizga deb turdi. Anadaki bizmi onundan xabarimiz bor. Bir ish bo'lib qolsa, bizmi advokatlar batdi, advokatlarga darhol bütün belge advokatlarni yetkazgan. Anadaki bularni shu 4 soatlik ashada so'roqdan tepib qo'ydi. Ammo bular ishni qilmadi, ular asli uyga berishmi, bormaslik kerak, olmaslik kerak, lekin Xitoyning besimi bilan ashta bo'ldi. Biz ularni ko'rib turdik, qilgandan biz bu hamda bir xatarlik bir nimada jarayon, ammo biz ashundan foydalanib bütün muxbirlarga taqatdiq, bütün sosyal mediadan hamma yerga taqatgandan keyin bütün dunyoning diqqatini qo'zg'ab, shuni qarab turdi. Shunga bu jiqlari boshqa besimlarga belki uchrab ketmadi. Anadaki neçsaatdan bularni qo'yib berdi. Biz anadaki ertesi Atens'da ular olimpiyat murasimini bo'lgandan keyin yana Atensga qaytib kelib, Atensdan Akropolisdan yana bir murasim o'tkazib, ular Beijingga udul akitdi bu nima uchun.
Qılğan çağda biz aş günü, Adeniz'de bar günü biz saat 8:20'də bir axbarat yığınını açdıq. O axbarat yığınını biz neçə vaxtdan yağı planlab qılğan otel məsələn bir mehmanxananın bir zalını ikraq edib, əşəyə verib qılğan çağda biz Xitayının qançılıq bizə besimli Xitayının besiminin güclüyünü şu çağda biz sezdik. Çünki biz bir gün burun verib otelin şu mehmanxanada bir ağızlarımızı görüb, бірақ qoyduğan nərsəmizni qoyub qılğan çağda şu jarayonda bizə otelnin managementləri kelib bizə sizlərning fəaliyyətlərinizdən bizning xəbərimiz var. Çünki bizə Qresiyanın şu dövlət saqçısı bizə telefon qıldı. Sizlərning şu tutulub qalğan aktivistlər bilan qılayotgan fəaliyyətlərinizin həmmini biliriz. Şuna sizlər qalayotgan işlərni qılmasınlarını iltimas qılırız deyə biz başladık. Biz o çağda tazminaqı qançılıq xətərdə qalğanımızı tazı bilib getməmişkənmiz. Şular ana degəndən keyin çünki anadakı bulutlar bizə biz Xitaylarla emas, şu Qresiyanın dövlət saqçılarını bizni küzdüb durubdu deyə anadakı bizmi əlaqə sən təm durduq qəmdi. Çünki bu normal. Biz bu yerdə bütün həmmimiz qarasanlar yaş qızlar, oğullar bək az. Qılğan bütün aşırı tutulub qalğanların içində həmmisi 90% qızlar. Şuna əmdə biz azraq təm durduq qəmdi. Şunun ikinlər mən bu çağda şu besimli səzgənlik illər iştik şu Kanada konsulxanasının ciddi bir servis təpirimiz var ki, şulağa mən özümün Adeniz'de bağlığımını, neyim qıldığımını, neyim səbəbi üçün kəlgənimini, şu Dünya Qurultayının namını kəlgənimini dəb qoydum. Çünki bilimiz Dünya Qurultayı, məsələn, Xitay bu səbəb, bu fürsət tutup, çan tutup, şu Dünya Qurultayı mında təşkilat dəb biz başqalıqı xəter nimlərə qeyd qilishim ehtimalı var. Şuna mən ciddi şu Kanada konsulxanasında qoydum. Ular şunda ehtiyaclarını vaxtlar bana telefon qılıb, sürüşdürüb qıldı. Anadakın əlisi axbaratçının çağda bütün muxbirlər gəldi, dağlıq nimlərdi ki, muxbirlərin əmisi gedib, zaldırma qatnaşdı. Anadakın şu ekran, online arqılıq mı, arqılıq qatnaşdı. O çağda biz əsli 4-5 adam sözüşümüz gerekti ama hemmisi tutulup gelken. Fakat ben moderatorluk adımız anındaki bir Tibetlik aktivist Pema Doma'da üçümüzle kalgan. Şu günü başladık. Ben birinci sözüldüm. Sözler müşter işlem yüz verdi. 3 günün içinde. Bu şu işlemin yüz verişinin sebebi Xitayının besimi bilen müşter buldu. Biz Qresiya degan bir demokratik bir dövlət, Avropa Birliyinin içindəki bir dövlət. Əslində bunda işlər yüz verməsi kerak, çünki biz ya Xitayının nimsəməz, bizdən qolumuzda başqa pasportlar var. Biz bir yerdə bexətərlikimizin ənsirməsligimiz kerakdir, amma müştə işlər bu deyə əfsus. Müştə demokratik bir dövlətdə bunda işlər bolğan bolsa, Xitayda hazır nim bolatdı, bizdən vətənlərimiz nim bolatdı deyə bu fürsətni çan tutub biz qırğınçılıqlarını, yəni insan haqlıq, toğruluq sözüldük o axbarat yığında. Bu yığın şunda yaxşı buldu, şunda bizdən deyən gəplərimiz bu, muxbirlərin bəki yıqıb getdi. Anadakın bu tügəndəkin muxbirlər AQQ'nın bizni ayrı ziyarət qıldı. Aşı ziyarət qılvatqan vaxtının özü də Xitayının adamları, Xitayının adamı kirib izledi bizni. O əslində bizdən o axbaratçılığın kim kirsi buldu, amma biz bilən birinci bu tizimlətib kirdi. Tizimlətqan muxbirlər kirələydiğən bir yığındı o. O çağda o Xitay biz bilən heç qanday tizimlətqan birisi yoxdu. O şikisi kirib, mən bilən bana anadakı Tibetlik aktivist şikimizə qarab, daha qarab qoyub çıx getdi keyin biz yeni bir azalıb kirgən çağda ular qaytıb kiribdi, qaytıb bizni izlətdi. Biz o çağda başqa bir zalda müküb tutduq. Ular bizni izledi, anadakı Qresiyanın saqçıları kirib bizni izledi. Anadakı biz aşağıda iki Tibetlik aktivist çıxıb bağın, çıxıb taksi tutsak ketib bağınlar, saqçı ularının taksisini tutsak, ularını saqçıqanlar getdiydi. Bunlar ama işin kimi deyil. Şuna demək, ular anadakı biz gibi deyil, şu lobiyə çıxmaqlar, lobiydə sizlərini saqçılar saxlab turubdu. Bunlar aşkarı saqçılar emas, undercover. Aşılar saxlab turubdu, şuna diqqət qılışınlar kerekdir.
bizga degandan biz u yerda ustida o'zimiz o'sha tuduq bola ketkicha qachon ketadi deb oxiri ular ketmadi oxiri bizni mehmonxonadagi menejmentlar bizni chiqaribdi chunki sizlarning vaqtinglar ishib ketdi chiqishinglar dedi kerak dedi biz ularga tushuntirib baqdik biz hozir chiqib kelsak ular bizni balkim nima qildi aklımızı kırdı desek mi? Ulan onu mu deyizler hazır bizden bütün mehmanlık mehmanlardan hemizinin nimisini ne kuatsızlar, parakende kuatsızlar, sebebiyet tutanlar bulmaydı. Zaten biz ulanı dedik, biz bir şeyden bir pul tülepin bir öyle durup duraylı malan ketkişi desek mi onu mu deyim? Demek besin intayın güçlü. Anadaki bu ahır amal yok. Bunlar dedi biz ondan sonra bu şey yerlik saçlarını çakırıp verelim sizlerin apırıp koysun apıp bardığın yarımlarına bilgenti bizim bu ayran kaldık da yerlik saçlar bizim aklımızı kırmazsa sizler düşenmeyi var size de bir resmi bir ular düşenmedi bizim davatlıkında yemeği bu kanımızda anadaki ahiri amal yok biz yandaki bir işten asla çöndürmeyi çıkarttık aşağıdan ama aklımız her tarafımızı karayımız yügrep özümüzden yatıqığı bir aldık bir verip aşağıdan anadaki o gün bizim ağlayan gün değil ayrılan çıkıp aldık ama jarayonda bütün burada rasmi bir dakikçilik buldu çünkü bilmeyimiz de desem tutulup kalan bulsak demişler bulat diye bulup mu ben tutulup kalan bulsam demişler bulat diye çünkü biz dünya bilmez o Tibetlikler Uygurlardan emez çünkü Uygurların üstündeki bulup mu bizden dünyalar bulduğunun üstündeki besin ve köp Xitay hükümeti bekçik besinlerle burun kılan mesela bizim reisimiz olduğu insanatçı devletlerde tutulup kalan Xitay'ın besinler. Şuna bakışlar işler yüz verdi ama bu 101'sinin faydasını buldu çünkü bunun dinkin bütün emniyelerine çıkıp gitti. Bu haberlerin takımını bütün şu devlet başlıklarını tartıp emmesi bu küz tuttur değil. Mesela biz kim başka faaliyetler bilen devlet bilimleri bilen görüşken çağımı parlament azaları bilen bu yani başka devlet azaları bilen görüşken çağımı bu işlerini temsili düşündürüp çıktı. Ulan bu ile resmi çok buldu çünkü asli demokratik devletler onda iş yüz vermesi gerekli. Biz bilen konuşuldu. Şuna bu faaliyetin önünde kadarlık boğan bozuldu. Lakin faydası belki çok olduğu da böyle. Keçirsizler belki çok sıkıntı. Qizqarliq so'zlab berdingiz demisizmi? Amaliyotda ma texniklik sabab tufaylidan film batdi, mush to'g'riliq. Bo'libmi shu naq maydonda faoliyatchilarniki shu yerda voqirgan. Chunki u butun dunyoga anglandi-da, u naq maydondagi ovoz. Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilyotidi degandek ovozlarni angladiq. Endi abay degan Xitoylarni kim so'rtin tatib ekansizlar. U narsalarni ko'rsatish imkoniyati bo'lmadi, bo'lmasa kutimiz texmi jonliq bo'lish imkoniyati bor. Lekin men qarasam bu YouTube kanalimizniki bu kommentar qildigan yeri olqish gullar bilan qoplanib ketibdi. Demak, ishqinglarniki qilayotgan xizmatlari jamoat tarafidan, boshqa yoshlar tarafidan e'tirof qilinyapti. Buning uchun jamoat nomidan sizlarga rahmat aytay. Endi yana G'ayrapandiga qaytib kelaylik. Menimcha Dunyo Uyg'ur qurultayining qilayotgan xizmatlari hozir bag'asir ko'lamlashib, har turli xizmatlarni uzun so'ziladigan va nurg'un tashkilot organlar bilan hamkorlashadigan ahvol bag'asir ko'payyapti. Masalan, shu oldimizda o'tgan hukm chiqqan Uyg'ur soti bo'lsin, Turkiyadagi krizis yordam bo'lsin yoki o'sha Xitoy olimpikni boykot qilish ittifoqiga o'xshash nurg'un xizmatlar qurultayi tarafidan ishlandi. Hamda bu uzun so'zilgan Xitoy qishliq olimpikini boykot qilish qarshiligining Uyg'ur davosiga qanday bir ahamiyati bor, bu to'g'riliq bir to'xtalib o'tsangiz. Rahmat Ömer Baxtiyor efendi, bu nihayetde mühim bir sual oldu. Hakikaten köpçülükümüzden kaldısını çoğulan suallarının birisi de koyayım. Çünkü halkımızdan açıda kılık yok insanlarla bu olimpik meselesi bu kadar bizimki küçük geçişimiz bu meseleye. Belki düşünüp gidemezsek mümkün de oylamaya herhalde. Bence bir yığız gap geçiyor çaklığa vakti şu
meyli Uyghur sohbeti meselesi olsun, meyli bu olimpik kartta elip bırakılan bayan olimpik hakkında elip bırakılan bu bir qatar biz ilgilenen kısımları hizmetlerimizdeki, tepside hizmetlerimizdeki bu hizmetlerimizdeki neticesinde şu Uyghur meselesi Xitay'ınki Uygurlarga yürgüzüvatkan irqi qırgınçılıktan ibaret bu narsa kun tartibida tutildi. Kun tartibida tutilgan eng çoğun faydasını muşu bir noktaga yig'inchoqlash mumkin. Onda desek yani unutilib ketilgan masala hali bo'lmaydigan gap. Unutilib ketilgan masala hali bo'lmaydigan gap, tilga ilinmagan masala muhim masalasi qatorida qaralmaydigan gap. Shuning uchun bu kun tartibida tutilishi favqulodda muhim ahamiyatga ega. Bu masalada degandek şu olimpikdan iborat hamda olimpik musobaqasi hammamizga ma'lum davlatlar balkim davlat qurilgandan boshlab bir qancha yillik tarixida nima qilinmagan bir o'rlashtirolmagan darajadagi mushtaqni odam kuchi, moliya kuchi, tashkillash qatorliq har qaysi nuqtalarda favqulodda zo'r kuch taraf qiladigan iqtisodiy va boshqa kuch taraf qiladigan cho'ng tiplik bir faoliyat bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun buni nurg'ulg'an davlatlar balki davlat qurilgan boshlab ta bugungacha 50, 60, 70 yil bo'lgan taqdirda qilolmaydi bu narsa qilolmaydi. Shuning hamda bu olimpik masalasida bu olimpik masalaga hozir olimpik boshlangan az bir ish gapdek voqea qolibdi. Balkim shu Yevropada va jumladan shu erkin dunyoda yashayotgan qarindoshlarimiz balkim so'zsiz qilgan nimalar kirsa, tanlov bozorlari kirsa balkim olimpikda aloqador shu davlatningki nimalarni qo'llaydigan, olimpik harakatchilarga rag'batlantiradigan har xil tashviqot yoki bo'lmasa o'yinchoq degandek narsalarni ko'rilishi mumkin deb o'ylayman. Tashviqotni ko'rish mumkin. Demak, olimpik iborat bu masalaniki butun dunyoga tarqaladigan, ta'sir ko'rsatadigan bir cho'ng bir faoliyat ekanligini, muhimligini shunaqa belgilab deb o'ylayman buningda. Ondan keyin bu siyosiy jihatda bu bir davlatniki o'z davlatiniki amaliy kuchini namoyon qilgan muhim bir so'rin bo'lib hisoblanadi. Ya'ni şu olimpik mezgilida butun dunyoniki diqqati Xitoyga yig'ilgan vaqtda Xitoy hukumati o'ziniki qanchalik yaxshi binolarni sala oladiganligini, qanchalik jiq odamlar tashkillab bundaq cho'ng faoliyatlarni qo'llashtira oladiganligini, o'zining qatnash sistemasini qandayligini degandek mushundaq tashviqotlarni xalqlar shu g'arbdagi butun dunyodagi insonlarni qabul qilish orqali Xitoy davlatiniki Xitoy sistemasida diktator sistematining qanchalik bir afzal bo'lganligini o'zininki ishkini oldiga chiqsa, qo'ndirab askar ketgan yo'llarda ming'ayotgan bo'lsa, mashinalari yaxshi narsalar bilan qoldim. Ya'ni abga ommaviy muassasalarda qurilishlar bo'lgan davlatlar Xitoydagi ondan faqroq yaxshi olgan yo'llar, onun keyin o isilleri qatnash buyumlari, onun keyin u tadbirkorchilarniki Xitoyning yotoq kirsak bizni bundan narsa olgan, yotoq undakan, bundakan degandek mushta gaplarni qilish orqali bular degan bu Xitoy degan gigant bir davlatga, chunki Xitoy bir boqmagan insonlar. Bu ajoyib afzal bir sistem ekan deb bunda o'ylaydi. Mushta narsalar insonning qalbisiga singib, ana keyin bu insonningki istiqlik inida o'rnab ketgandan keyin siz nima qilib Xitoy Uyg'urni anda qilyapti, dinni bunda qilyapti, ayollarni po'qirlab qilyapti, bu millat nisbati yo'q bo'ldi desangiz ishlamaydigan gap. Shuning uchun bu mesela buningki ahamiyatini mesela ma nuqtadami ko'rish imkoniyati bor deb o'ylayman. Onun başqa siyosiy jihatdan hamda Xitoy davlati degandek shu davlatlarni xuddi mundaq bir nima qilsak, agar bir mashrab qilgan bo'lsak, bir davlat mesela bizning Uyg'ur jamiyatimizda mundaq bir simvollashtirsak, bir mashrab qilgan bo'lsa, bir jamoat, bir mahallada nayt lükçek, nayt zalim, nayt peskeş bir sıla. Emmeden bunun eskilikini azır köprü olsun anlayan. Lakin bu özününki mahallesinden nayt çoğun dostluklarını silip, hemmeden de teklif kısa, hani kendin hemmeden işe girip yalak düşken iştekçi, işe katmışıp, o haftan tanıkını yapıp, dediğin bu kalsa,
bu özünün qılğan işlerinden hergizmo nimtinmaydı. Seskenmeydigan gap özünün hata qılatqanlığını bilmeydigan gap. Bunun için bir manevi jihatdan qo'llash, yani kendinden buniki qılğan cinayetlerini yoşuşunki ispat olan gap. Yani xalq arasındaki özünün təsirini yaxşılaydiganға, özünün gücünü göstərdiganға fürsət yaratdı. Şunun için faaliyetlerde olimpik meselesinde hem de ben aşağı oylayman bu olimpik Uyghur kırgınçılığı yüz bir vatkan başında bir peytte Xitay'ın ki bunda bir oyunun kılalışı cümleden G'arbdagi devletlerinin ve başka devletlerinin ki bu musabık katnaşkanlığı Uygur'u nima bo'lgan bo'lsa mening karim yok. Nima qilsam qil, obdan bo'pti, ho bo'pti deb manda signal berdiki Xitoy bunda e'lon qilgan. Men nima qilsam bo'ldi ekan? Qara mana ben degandek Uygurlarni Uygurlar bu kadar siyasetni göstermezsen dünyada bizning yakın zaman tariximizda ko'rilib boqmagan, misli ko'rilib boqmagan belki de Ikkinchi Dünya urushidan keyin Yahudlarning qirg'inchiligi hatta umumiy ishga ketganlarga bunda bir iqliq qirg'inchilik bo'layotgan mezgilda bu davlatdan boshqalarning hammasi yerga borsa vaqtida Xitoy bunda e'lon qilgan. Demak, mushunchilik siyosatda hech kim ishim diyamagan bo'lsa, biz bunu nima qilsak bo'ldi ekan degan bunda ilhom. Şunun için bu olimpikni bayqab qilishimiz favqulodda muhim. Birinchidan. İkinci tarafdan bu degandagidek Xitoyniki olimpik bilan 1936-yilda shu faşist Germaniyaning rahbari bo'lgan Hitlerning qo'llashtirgan bizda çok paralellar var. O'z vaqtida bütün xalqaro jamiyat voy bo'pti. Shu Xitoyning qarashlarni Yahudlar qilib qarashni anlagan bo'lsin, bilgan bo'lsinmi? Közünü cümbülüp, yoki bo'lmasa bir yaqqisak o'ngishilib qolardik. Davdilashib baqsaq, bir madaniy o'tirib qo'yib baqsaq o'zimizniki deb mushunda o'ylab oqibatda Hitlerninki Berlin olimpik musobaqasida qatnashib, uningdan Hitlerga oid cho'ng ruhiy ilhom ilib, faşistlar oqibatda nimaga Yahudlarga milyonlarcha irqiy qirg'inchilikqa maydon keltirgan. Endi ish bo'ldi degandagidek, endi agar shundoq bir favqulodda muhim ochqishli bir paytda xalqaro davlatlarning Xitoy bo'lgan ismi yetarlik bo'lmasa, bu bizning xalqimizning kelgusidagi hayot mamoti uchun favqulodda muhim va hozirgi vaziyatimiz chiqish bo'lgan vaqtda Xitoyga xato bir signalni avatgan. Eng oxirida shuni bir o'tirib o'tish bo'limida o'ylayman, maniki hozir olimpikning bir muhim ahamiyatini va hujumdan bizdan qilayotgan faaliyetimizin netice çıkanlığındaki ebedi ispat ispedi. Bu olimpik musabıkası şu Sovyet İttifakı vaktinden keyin şu hazırda olimpik boykot kılıp bakkan bir emal, yani siyasi cihetten boykot kılıp bakkan bir emal uçak bakın yok. Bunun şu olimpik meselesi de, şu Xitoy'daki olimpik mezgilinde bütün dünyada şu tülüğün ölüşkeler tutulgan işki devlet hesaplanmış. Başka vaktimizde 9 devlet Uygur meselesine noktalık tılığa ettirip bu musabakını diplomatik cihetten boykot kıldı. Bu hem de olimpik tarafını görülüp bakmalı. Şunun için biz bir yerde elbette degen bo'lsak Dünya Avrupa Kurulu'nun başçılığında ve Dünya Avrupa Kurulu'nun terkibideki ve Dünya Avrupa Teşkilatları ve şundaki Dünya Avrupa Kurulu'nun zic cemkarışıp durarken gayridaş teşkilatlarımızdaki bütün dünya mevkasında ilip durarken tinimsiz hizmetler neticesinde biz Uygurlar şundaki gigant neticelerini kol keltire aldık. Bugün günlükte olimpikten meselesi tılık ilangan vaqtda Xitoyninki Uygurlar qo'lab ilip durarken zulmü her vakit tilden unutilib qolmaydigan, her vakit tılık ilangan, zikr qilinib turadigan mushtabir vaziyat shakllanadi. Ko'p rahmat. Dünya Uyghur Qurultayı'nınki yaşları bana resmi diplomatlardek so'zlaydigan nihoyatda keng chiroyli shaklda masalalarni tushuntiradigan bo'libdi. Ko'p rahmat. Men odatda paranglashgan bilan bugungi ma'lum suhbatda paranglashgan nihoyatda cho'ng farq qilgandek his qildim. Men o'zim nihoyatda xush bo'ldim bu programmadan. Endi oxirgi savolni ikkiinglarga o'rtaq o'tirib qo'yay. Bugunda hisoblasak Xitoy Olimpiyaga 20 kundek vaqt qoldi. Bu jarayonda Dünya Uyghur Qurultayining yana qanday planlari bor? Sizlar nima qilmoqchi bo'lasizlar? Bu to'g'riliq ikkiinglar o'zinglarningki doirasidagi xizmatlardan
to'xtalib o'tsanlar. Aldıda Zumratay. Oldu. Ben kısaca bir de ötey. Aldığımızki ayda hem de şu bütün ay bizim nimemiz, fokusumuz olimpik nimesi. Çünkü pek az vakit kaldı. Hazır hem vakit az kaldı hem pek alemler bunun kızıp batıdı. Hazır mesela muhbirler asla Beijing karab beyin batıdı. Mesela hazır benim muhbirlar bilen aloqalashib yapmadım. Ularning shu aldığımız gapda ya shikapdan keyin Beijing qarab mamadi. Andan keyin tan tarbiyachilarmi hozir tahi bularga davlat nimalariga davlat timlariga kirib qualification process deymiz. İzinlep bular tanlanıp şu aldığımızki haftalarda tanlanıp kıldı. Demek bularmı yakında aldığımız gapda yapımızı 21. sıra degan. 21. sıra şu Beijing qarab mağdu. Çünkü berib virusning sababidan karantin qilishim kerak. Şuna demek muşu vaqtni çın tutup biz kampaniyalarımızın texnik kuchaytirib qilishimiz kerak. Çünkü mesela biz tarbiyachilariga mesela kampaniyalarni ilib beryapmiz. Bularga mesela oldin qatdan Tibetlik, Amerikalik Tibetlik gruplar, Uyghur aktivistlar bilan tan berib şu tarbiyachilar chiniqayotgan yerlarga berib xatlarni edib berib mushlar o'z qo'lida berdi. Bular donliq tarbiyachilar. Bundaq qilib bularni oson topib olmaydi ham oson bular bilan ko'rishga bo'lmaydi. Demak, mushtaq o'ylab boqmagan, burun boqmagan shakllarda o'ylab shu kompaniyani qanday qilsak yaxshi bo'ladi deb o'ylashimiz kerak. Hozir masalan biz 2-3 yılın içinde bir munç programlarımız var. Hem olimpik başlanmadan günden tartib gün içi programlarımız var. Axbaratla jurnallarımız var, muxbirlar bilan meclisi var, başqa təşkilatlar bilan birləşib qıldıqan analıqimizin şu bir həftə qalğan vaqtın içində gündə bir program işləb çıxmaqçı. Məsələn, hazırki yeni bir nimemiz var. I will not watch Beijing Olympics diyen bir kampanya çıktı. Ben Beijing Olimpik müsabakasını kömeymen televizyonda diyen bir boykot kampanya çıktı. Bu onun ornuna biz alternatif şekilde mesela onu köylüce bizim Uygurlarının kinolarını, müziklerini, kitapları ulamdığı yapılması başka örf adet gibi kızıklanlar. Sanat nimelerimizni görürler de kampanyanı başladık. Onu hazır kıvatımızmış aldığımız gaplerde mi biz onu çıkarmakçı anonimkin namayışlar behçik yerlerde bulmadıdı. Aynaksıda her bir devletlerde, her şehirlerde buldu. Hem biz olimpik başlandığı günü 4. sıra mesela Münih'te, bizim Münih'te maşın namayış kılmakçı, maşınlarda menip bütün Münih şehrini tüyler şu boykot kılımlarda bir namayış kılmakçı yeni şekillerde anonimkin şu yeni atletlerine karıda çık kampanyalar var. Mesela bizim özümüzden kuruluşunun sırtından başka gruplarla hazır bu yeni ideyalardaki kampanyaların çıkardı. Mesela karşılar Türkiye'den yaş Uygurlar hem başka Türklerden birleşip Score for Rice diyen bir kampanyanı aldığı ay başlagandı. Bu Score for Rice diye şu bulutmamış olimpik terbiyeciler yukarıda yasagan bir kampanya şu olimpik müsabakası jarayonida sizler raz Uygurlar üçün küylüme hem Uygurlar bilen bizi tam turmen desanglar sizler kolonlarını müştak kılıp Uygurlarının ayda içip 20 ayında tutunlar bağlanacaklar dep bir kampanya başladı. Bunların videoları var şundan yaxşı sosyal medyalar karşılarını tapalaysızlar. Müştak kampanyalarını kollap duruşunlarını biz iltimas kılımız hem mesela bizim hazır körvatkan programı körvatkanlarının Slayimiz namayışlar bu beyronlar, bir şehirlerde buldu. Mesela Özanlar'ın şehirde namayış buldu, sizlerin kısalar buldu. Bir teşkilatın kılışını saklap durmayı, Özanlar'ın inisiyatifini başlasanlar buldu. Ve asıl namayışını, ruhsatını edip kılmak. Anadolu'nun bizden dünya kurulduğunu bulamdı. Yani başka bir olimpik karşı bulunan kampanyalarının nimilerini sosyal medyada da takip edip
Bunu hem yana takip qilsanglar, bizning o'yimiz texmo yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Andan keyin qolganlarni ham bizning shu Dub TV bilan yoki bizning social media kanallarımız hamısida qarab turinglar. Andan keyin faoliyatlarga aktivlikdan qatnashinglar deb umid qilamiz. Rahmat. G'ayr qurbat banda. Program yetakchimiz Zumrata Hanım nəhayət hepsi sözü vekken bu vaxtı mən nimini hoşluq qalaman deb nimanca qoyuşub ketdim. Menimki qo'shim chiqib qo'ymoq yo'q. Degandagidek bayam deb o'tgan bir qator balki o'ng'imcha narsalar bor hamda albatta uni bu yerda men taklif etish so'rayman. Lekin masalan menimki o'zimning xizmat doiramdagi muhim xizmatlardan birisi bu Germaniya, Fransiyaga o'xshash jumladan Yevropadagi qo'lbosh davlatlar bu masalada eng oxirgi qarorni bergan. Albatta Germaniya besak Germaniyaniki bosh prezidenti va shundaqla tashqi ishlar ministri va ichki ishlar ministri qatorliq Xitoy shu olimpik musobaqasida shu nimada aziz mehmonlar qatorida ko'rishni xohlaydigan bu kishilar o'ziniki bormaydiganligini dedi. Lekin bu uni har xil sabablar ko'rsatdi ham degan vaqtdagi bu hamda albatta bormag'ini ham yaxshida, lekin bu sababni boshqa yerlarga burab qilganligi bularniki nadi cho'ng bir bisimni qilganligini ifodalasa, albatta bizniki qilayotgan butun shu faoliyatlarimizning natijasida yana bir tarafdan bu masala qattiq chekkinib nima qilarini bilmay bog'liq chiqib turdi. Çünkü biz Dünya Kurulu'nunki Berlin işhanesi, Paris işhanesi ve şundakla Brüksel'deki işhanları Avrupa devletindeki Avrupa İttifakı odası bilen bu Xitay'ınki kışlık olimpik musabakası katlaşış ya ki katlaşması meselesinde inek fikrini birişini, inek kararını birişka biz yanıma her xil diplomatik kanallarımızdan, her xil diplomatik görüşlerimizden ahir kuvvetlergece tirişimiz degandagidek bu Avrupa İttifakı'nınki cümleden Germaniya, Fransiya'nınki bu mesele ahir kararı çıkaramalıqdan bir yerden ne kadar çok besim ve detalaşta qıppa vakalıqı çıkıp durdu. Şuna hem de bu noktada koşup koşuştan bir vaxtı ben ahırda bu televizyon ekranımız arkalı bugün bu işini görüvatkan ve aldığımız ki kendiki günlerde bu programımızın gördüğün kayındaşlarımızın şu noktada talep kırılan Bayam Zübat Hanım'ı özünki taleplerini oturup koydu. Bu meselede degandagidek şu olimpik musabakasını boykot qilishga qilayotgan bütün faaliyat mayli bu Dünya Kurulu'yu yoki uning tarkibidagi tashkilotlar bo'lsin yoki qarindosh tashkilotlarimiz nomida o'tirib qo'yilgan bo'lsin, bu masalaga bütün kuchini kelgan qo'llashni berishni umid qilaman. Degandagidek olimpik musobaqasi Xitoy uchun favqulodda muhim bo'lganligini o'sha yaqin kunlarda Xitoyniki Sharq Turkistonda yana bir qitim elib borgan cho'ng qamonlardan yani texmi kesilib ketgan oilamizdan bo'lgan aloqalarimizdan vatandan kelayotgan texmi qo'rqinchli xabarlardan Xitoyning ichidagi shu olimpik masalasida chatoq chiqqanimizdan Xitoyningki mamlakat ichida yurgizayotgan butun favqulodda qattiq bexatarlik tadbirlaridan butun mamlakatning safida meni qaysi davlat shu olimpikni rad qilib qolaki boykot qilib qolaki deb diplomatik sayarda put ko'ygan to'g'ida bütün nimadan qilayotgan bunlardan bunun Xitoy uchun qanchalik uchun bir manfaat ishganligini unutib qolmasligini umid qilaman. Shuning uchun bu yerda Xitoy davlatiniki mishadiki muhim deb qaragan Xitoyniki foydasi uchun bo'lyapti degan bu ishida biz o'zimizdan xalqimizniki değerini olmasdan birga Xitoy hukumatiniki mushtirishonlikqa qo'limizdan kelishicha to'sqinlik qilishga safarbarlik qilaman va albatta buniki neticesinki herkesmi az bo'lmaydiganligini, tuvan bo'lmaydiganligini ko'pchilikning islamiga salmoqchiman. Ko'pchilikdan bu yerda fikrlarimiz o'rtoqlashganligini ko'pchilik Allah rahmat Mishad, ben mi qo'shib qo'ysam, chun oldingi kundagi Tunövin Shvetsiyada Baxtinur xonimninki boshchiligida 7 qitimliq namoyish Xitoy Olimpiyaga qarshi namoyish boshlanibdi. Uningki tashviqot
filmlerini, suratlarını gördüm. Kanadaki Norvegiyadıma Cesur Habibul Efendi o'zi turayotgan shaharda do'konlarniki e'lon taxtalariga, anadagi kishilarniki pochta sanduqlariga shu Xitoy qarshi olimpikka qarshi tashviqot varaqlarini silib faoliyatini boshlabdi. O'z yog'iz o'simi. Ham shunday faoliyatlarni barliq Uyg'urlar qo'llasak, tang hamkorlashsak bo'lsa, birsimiz 10, 100 bo'lib ovozimizni tang chiqarsak, texmi yaxshi bo'ldi deb qarayman. Hamda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, ko'plagan demokratik ellarning o'xshamagan shaklda boykot qilishiga, shundaqla xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligiga uchrab kelgan 2022 yillik Beijing qishliq olimpiki 4 fevral kuni boshlanish oldida turmoqda. Yana bir tarafdan Xitoy qishliq olimpikiniki 2 kuni bo'lsa 97 yil yuz bergan 5 fevral G'o'lji qirg'inchiligining 25 yillik xotir kunidan iborat. Aziz qarindoshlar, garchi 2022 yilda Xitoy qishliq olimpikini boykot qilish masalasida Xitoyga qarshi intayin kuchli bir xalqaro besim shakllangan bo'lsa-mu, afsuski Xalqaro olimpik komitetining ro'yiga xilof holda 2022 yilda qishliq olimpik yig'inini Xitoydagi zolim, diktator va fashist bir davlatda o'tkazish qaroridan aslo kechkin yo'q. Yani nurg'un davlatlar aniq pozitsiya bildirishdan o'zini qochirayotgan yoki tavrinish ishida qolgan bir vaziyatda turmoqda. 2022 yillik Beijing qishliq olimpikiga mablag' solgan ko'plagan xalqaro shirkatlar, donliq markalarmi Xitoydan oldigan foyda manfaatidan mehrini uzguni yo'q. Shuning uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan butun tashkilotlarimizni, siyosiy faoliyatchilarimizni va avom xalqimizni Xitoy qishliq olimpiki boshlanadigan 4 fevral kuni o'zlari turishliq davlatlarda ham Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish ham G'o'lji qirg'inchiligining 25 yillik xotirasini xotirlash munosabati bilan bir tutash holda keng ko'lamli norozilik faoliyati, namoyish uyushtirishga chaqirdi. Shunga har qaysi tashkilotlarimizdan, fidokor siyosatchilarimizdan va jasur xalqimizdan 2022 yillik Xitoy qishliq olimpik yig'inining ijlish murosimi o'tkazilgan 4 fevral kuni yana bir qatim zo'r g'ayrat qilib, o'zlari turishliq davlatlarda keng ko'lamli norozilik harakatlarini elib berish orqali Xitoy irqiy qirg'inchilik olimpikini boykot qilish harakatini yuqori pallaga ko'tarishga Dunyo Uyg'ur qurultiyi chaqirdi. Aziz qarindoshlar, programmamiz shu yerda oxirlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga ko'pdan ko'p rahmat. Saytimizni texnik yaxshilash uchun fikr talaponlar bo'lsa, qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning kanalimizga a'zo bo'lishini, hamkorlashishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Hammanglar xushvaqt bo'linglar. Allohga omonat.